shug'ullanish uchun yengil bo'lgan badan tarbiya amaliyoti hamda gimnastika mashqlarini havola etamiz. Quyidagi kompleks mashqlarimiz inson mushaklarida qon aylanishini oshirishga, yurak qon tomir tizimini faoliyatini yaxshilab, to'g'ri nafas olish bilan birgalikda qon bosimi oshishining oldini olishiga qaratilgan. Shunday qilib, mashg'ulotlarimizni stulda o'tirgan holda to'g'ri nafas olishdan boshlaymiz. Yuqoriga qo'llarimizni ko'tarib, nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yuqoriga ko'tarib nafas olganimizda qo'llarimizni ko'tarishga biroz qiyin bo'lsa, qo'limizni tizzalarimizga qo'yib ham nafas olsak bo'ladi. Chuqur nafas olib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Yaxshi, keyingi mashqimiz qo'llarimizni to'g'riga cho'zamiz, mush holatga keltiramiz. Ana endi qo'llarimizni ochib yopib, harakatga keltiramiz. 1 2 3 4 10. Bu mashqlarimiz mayda bo'g'imlarimiz uchun juda foydali hisoblanadi. Keyingi mashqimizga o'tamiz. Qo'llarimizni yonga cho'zib, mush holatga keltirib, ichkari tomonga aylantiramiz. Juda ham yaxshi tashqari tarafga aylantiramiz. 10. Juda ham yaxshi tashqari tarafga aylantiramiz. 1 8. Juda ham yaxshi. Keyingi mashqimizga o'tamiz. Hozir yelkalarimizni oldi va orqa tarafga aylantiramiz. 1 10. Juda ham yaxshi. Endi orqa tarafga aylantiramiz. 2 Bu mashqlarimiz yordamida kuragimizdagi tuzlarni erishiga yordam beradi. Keyingi mashqqa o'tamiz. Qo'llarimiz to'g'rida. Mashqimizni davom ettiramiz. 1 10. Juda ham yaxshi. Ana endi bo'ynimizni biroz qizdirib olamiz. O'ng qulog'imizni yelkamizga tekkizamiz. Boshimizni past tarafdan sekin, astalik bilan chap yelka tomonga yarim holatda aylantiramiz. Shu tartibda mashqimizni bajaramiz. Juda ham yaxshi. Ana endi oyoqlarimizni harakatga keltiramiz. Oyoqlarimizni galma-galdan yuqoriga ko'tarib tushiramiz. Qani bo'lmasam boshladik. 1 10. Yana davom ettiramiz. 10 1.
juda yaxshi. Bu mashqimiz har bitta oyog'imizda 10 martadan bajariladi. Bu mashqimiz oyoq mushaklarini baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Mana endi keyingi mashqlarimizga o'tamiz. O'ng oyog'imizni old tomonga cho'zamiz va qo'limiz yordamida oyog'imiz uchiga egilamiz. 1 sekin astalik bilan dastlab holatga qaytamiz. Yana cho'zamiz oyog'imizni. Mashqni bajarayotganda tizzalarimizni bukmaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Agar bu mashqimizni bajarayotganda orqa oyog'ingizda og'riqni his qilsangiz, hech ham xavotirga o'rin yo'q. Bu mashqimizda faqat oyoq uchlariga cho'zilganda oyoq paylari biroz cho'ziladi, lekin oyoq mushaklariga hech qanday yuklama tushmaydi. 9. Yana bir marta. 10. Juda yaxshi. Ana endi oyog'imizni almashtiramiz. Xuddi shu tartibda mashqimizni davom ettiramiz. 1 Juda yaxshi. Keyingi mashqlarimizni yotgan holda davom ettiramiz. Oyoqlarni bukkan holda yotamiz. Agar yotganingizda belingizda og'riq his qilsangiz, belingiz tagiga kichkina sochiqni qo'yishingiz mumkin. Bo'ynimiz tagiga ham agar og'riq bo'lsa, kichkina sochiqni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bunday ekan, mashqlarimizni davom ettiramiz. Oyog'imizni yuqoriga ko'taramiz. Barmoqlarimizni o'zimizga qaratamiz va mashqimizni davom ettiramiz. Oyog'imizni orqaga bukamiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Mashqimizni shu tarzda davom ettiramiz. 3 Juda yaxshi. Mashqimizni boshqa oyog'imizda davom ettiramiz. Oyog'imizni yuqoriga ko'taramiz va barmoqlarimizni o'zimizga qaratamiz. Mashqimizni davom ettiramiz. 1 Juda yaxshi. Keyingi mashqlarimiz ham oyog'imizda bajariladi. Tizzamizni o'zimizga tortgan holda galma-galdan mashqimizni davom ettiramiz. Yana 10 marta bajaramiz. 9 1. Agar qiyin bo'lmasa, ikki oyog'imizni ko'tarib, tizzamizni o'zimizga tortsak ham bo'ladi.
Ana endi yonmachasiga yotgan holda oyog'imizni yuqoriga ko'tarib va tushiramiz. Bu mashqimizni har bitta oyog'imizda 10 martadan bajaramiz. Unday bo'lsa, boshladik. 1 10. Ana endi biroz dam olib, nafasingizni rostlab, suv ichib olishingiz mumkin. Keyingi mashqimiz tizzamizda turgan holda qo'llarimizni oldiga cho'zamiz, qo'limiz va oyog'imizga tayanamiz va mashqimizni davom ettiramiz. Qo'limizga tayanib, yon tomonga biroz cho'zilamiz va dastlabki holatga qaytamiz. Ana endi chap tarafga sekin harakat qilamiz va dastlabki holatga qaytamiz. Mashqimizni shu tarzda davom ettiramiz. Yana 2 marta. Judayam yaxshi. Dastlabki holatga qaytib, qo'limizga tayanib cho'zilamiz. 1 2 3 4. So'nggi mashqlarimizni turgan holda davom ettiramiz. Qo'limizni stolga qo'yamiz, yaxshilab ushlab olgan holda, o'ng qo'limiz belimizda, oyog'imizni oldi va orqa tarafga harakatga keltiramiz. Qani mashqimizni birgalikda davom ettiramiz. 1 10. Judayam yaxshi. Endi boshqa oyog'imizda davom ettiramiz. 1 Judayam yaxshi. Ana endi boshqa mashqimizga o'tamiz. Stulga qo'limizni maksimal holda cho'zib, stulni ushlab olamiz va stulga tayanib cho'zilamiz. 1 6. Bu mashqimizni 6 marta takrorlaymiz. Bu mashqimiz kuragimizdagi tuzlarni erishiga yordam beradi. Mashqimizni davom ettiramiz. Yana stulga tayangan holda stulni qulay ushlab olamiz. Qo'limiz belimizda, oyog'imizni galma-galdan yuqoriga ko'taramiz. Qani mashqimizni bajaramiz. 1 Judayam yaxshi. Mashqlarni bajarishda to'g'ri nafas olish qon bosimini oshishiga yo'l qo'ymaydi. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, 16 turdagi mashqlarni bajarish deyarli har qanday yoshdagi odamlar uchun uy sharoitida bemalol bajarishi mumkin bo'lgan yuklamadir. Buning foydasini esa siz o'zingiz organizmingizda, kayfiyat va ruhiyatingizda albatta his etasiz. Muntazam jismoniy mashqlar har qanday yoshda hayot sifatini yaxshilaydi.